Lazzat Karimni mana ko'ryapman. Bu xona menimcha yaqinda ta'mirdan chiqdi va bu qanday xona? Bu xona insonlarni salomatligi bo'yicha o'zi bilan o'zi tahlil qiladigan xona. Chunki bizga kelgan inson biz ularga narsa sotmaymiz. Biz ularni o'zlariga imkon beramiz. O'zini sog'lig'i bilan birga bir fikran tafakkur qilishiga. Bizni bu yerdagi o'sha Gano Ai yallig'lanishga qarshi aqlli oila markazi deb aytiladi. Ya'ni bu Gano Ai degani antiinflamatsiya. Chunki bu mahsulotlar yallig'lanishga qarshi mahsulotlarda. Organizmdagi yallig'lanishga, hujayra tarkibidagi yallig'lanishga qarshi mahsulotlar immun tizimingizni quvvatlaydi. Bu aqlli deb aytgani smart degani, chunki xuddi mo'miyoyi aslida hamma bilar edi. Oldin to uni bilguncha ham odamlar undan ko'p shubha qilgan. Lekin qatizda qanaqa jarrohlik yoki nima bo'lsa, muammo bo'lsa, aynan ichganingizdan keyin o'sha joyga aqlli bo'lib o'zi yetib borib o'shatni tiklagan. Bu mahsulotlar ham sizdan so'ramaydi. U albatta birinchi bir kun, 3 kun ichganingizda organizmingiz u bilan tanishadi. U organizmingizni nima qiladi? Исследовать qiladi. Ya'ni u organizmingizni qanaqa muammosi tadqiqot qiladi.